Tarix fanidan milliy sertifikat imtihonida tushayotgan murakkab savolni oson usulda yechishni 5 daqiqada o'rgatib qo'yaman. Diqqat qilib, ekrandagi ma'lumotlarni ko'rib turing. Demak, test topshirig'i berilgan. Testni dastlab savol qismiga e'tibor beramiz. Savolda aytilyapti: jadvalda harflar bilan belgilangan kataklariga quyida berilgan ma'lumotlardan moslarni qo'yib, to'g'ri javobni toping. Demak, test shartini tushuntiraman. Testda aytilishicha, 3 ta ustun turibdi bizda. Mana bu birinchi ustunda asrlar, ikkinchi ustunda O'zbekiston tarixidagi voqealar, uchinchi ustunda esa jahon tarixidagi voqealar. Ya'ni, mana bu yerda A harfi turibdi. A harfiga oid asrga ham O'zbekiston tarixida voqea bilishimiz kerak, bir asrda, ham jahon tarixidagi voqea bilishimiz kerak. Eniga. Endi bizda A harfi noma'lum asr. Asrni qaydan topamiz? Mana bu yerda 19 ta ma'lumot berilgan. Shularning ichidan topamiz. Buni qanday qo'yishimiz kerak? Mana bu yerda jahon tarixida yoki O'zbekiston tarixida birorta ma'lumotni bilamiz. Bu ma'lumotning nechinchi asrga oidligini topib turib, shu asrni biz mana bu yerdagi 19 ta ma'lumot ichidan topib, mana bu yerga o'sha mos raqamni qo'yamiz. Aytaylik, 16-17-asrga oid bo'lsa, 9-raqamni turibdimi? A ga 9-raqamni qo'yamiz. Qolganlari ham shu texnikada ketaveradi. Qaysi testda asr bor, lekin voqealar yo'q. Demak, 19-asrda O'zbekiston tarixiga oid voqeani mana bu yerdan topamiz. Misol uchun, 3 bo'lsa, mana bu E ga 3 qo'yamiz. F jahon tarixiga oid ma'lumot. Aytaylik, 10 bo'lsa, F ga 10 qo'yamiz. Shu shaklda ishlasak, mana bu yerdagi testda variantlari bor, mana shundan topamiz. Endi tahlil darsimizni kuzatmaganlar va imtihonga birinchi kirganlar, bular qanday ishlaydi? Bular tasavvur qiling, quyidagi ishlaydi. Lekin tarixdan bilimi bor, qanday qilib ishlaydi? Tasavvur qiling. Demak, savol qismini tushundi. O'qiydi. Dehqon degan tushuncha o'zini qishloq hokimini anglatuvchi asr ma'nosini yo'qotdi. Biladi, 11-12-asr milodiy. Demak, 11-12-asr A ga buni topish uchun mana bu yerda 19 ta ma'lumotni o'qib chiqadi. Ya'ni birni ko'radi. Qoraqum eshon madrasasi qurildi. Qoraqum eshon madrasasi qurilganligi o'sha vaqtda inson tez, unda mas'uliyat bo'lganligi uchun, imtihon bo'lganligi uchun psixologik bosim bo'ladi. Aytaylik, bu ma'lumot esga kelmay qolsa, xotirasiga o'zidan shubhalanishni boshlaydi bilimidan va u o'ylaydiki, mana shu Qoraqum eshon madrasasiga oid ma'lumot qayerdadir kelib qolsa, hozir topolmay qolsam, tez xato javob qo'yishi mumkin degan holat bo'ladi. Sizda ham bo'lgan, menimcha. Hammada bo'ladi va hayajonlanib, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Yoki bo'lmasa, 2002 bu 11-sinfda berilgan deb o'ylaydi va uni o'qimagandim. Attang o'qimadim, shunga oid savolim bor ekan, mana moslashtirishda. Men buni bilmayman, javob topa olmadim deb o'ziga ishonchi yo'qoladi va savolni tashlab ketish mumkin yoki oxirigacha o'qimasligi mumkin. Siz qanday ishlaysiz? Albatta, men ishlash taktikam orqali 1 daqiqada javob chiqadi. Qarang. Demak, sizga maslahatim, mana bu yerdagi ma'lumotlarni xo'p o'qidingiz, lekin mana bu yerda 19